Manchester United Real Madrid yarim himoyachisiga qiziqish bildirdi. Madridning Real jamoasi yarim himoyachi Eduardo Camavingaga Angliyaning Manchester United klubi jiddiy qiziqish bildirgani xabar qilinmoqda. Bu haqida sport jurnalisti Nicholas Kirey ijtimoiy tarmoqda ma'lum qildi. Uning yozishicha, Manchester United Real tarkibidagi Camavinga bilan qiziqmoqda va fransiyalik futbolchi endi madridliklar uchun mutlaqo almashtirilmas o'yin sifatida ko'rilmayapti. 2025-26-yilgi Ispaniya La Ligasi mavsumida 23 yoshli Eduardo Camavinga 29 o'yinda maydonga tushib bir bor gol urgan. Chempionlar Ligasida esa u 11 ta bahsda ishtirok etib, 1 gol va 1 golli uzatma muallifi bo'ldi. Transfermarkt portali bahosiga ko'ra futbolchining bozor qiymati 50 million evroni tashkil etadi. Eldor Shomurodov: Yevropaga ko'proq futbolchilarimiz chiqishi kerak. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov nima gap ko'rsatuvida mehmon bo'lib, mamlakat futbolining bugungi rivoji va kelajagi haqida o'z fikrini bildirdi. Futbolchi O'zbekiston futbolining yanada yuksalishi uchun mahalliy futbolchilarning Yevropa klublarida to'p surishi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Futbolchilarimiz qancha ko'p Yevropa chempionatlariga yo'l olsa, bu O'zbekiston futbolining rivojlanishiga shuncha katta hissa qo'shadi. Xalqaro maydonlarda o'zini tutishi, bosimni his qilishi, kuchli jamoalarga qarshi o'ynash tajribasi ortadi. Natijada futbolchilarimizning saviyasi ham terma jamoamiz darajasi ham yuqorilaydi, dedi Shomurodov. Manchester City direktori Husanov haqida o'tkir gapirdi. Bu hali hammasi emas. Husanov muhim o'rin tutadi. City sport direktori Abduqodirga yana qanday baho berdi? Manchester City sport direktori Guyana klub bilan amaldagi shartnomasini uzaytirgan O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Manchester Cityga 2025-yilning 20-yanvarida kelgan Abduqodir Husanov bilan tuzilgan yangi shartnoma 2031-yil yozigacha mo'ljallangani klub tomonidan rasman e'lon qilindi. Abduqodir Angliyaga kelganidan buyongi rivojidan juda mamnunmiz va undan katta taassurot oldik. U qanday qilib yorqin maqsadlarga intiluvchi yigit va ajoyib himoyachiga aylanayotganini ko'rib turibmiz. Biroq bu faqat boshlanish ekanligini ham yaxshi bilamiz. Uning jismoniy va texnik ko'rsatkichlari yuqori. U jahon darajasidagi markaziy himoyachi bo'lish uchun zarur bo'lgan barcha sifatlarga ega. U hali 22 yoshda. Eng yaxshi yillari hali oldinda. Salohiyati esa endi to'liq namoyon bo'lmoqda. Shu boisdan ham uning Manchester City bilan yangi shartnoma imzolaganidan juda xursandmiz. Bu Enzo Marescaning kelgusi yillar uchun rejalarda muhim o'rin tutadi deb umid qilamiz, dedi O'Guyana Manchester Cityning rasmiy saytiga bergan intervyusida. Zamonaviy futboldagi eng zo'r himoyachilardan biriga aylanib borayotgan Abduqodir Husanov ham yangi shartnoma bo'yicha o'z pozitsiyasini ma'lum qildi. Manchester Cityga kelgan kunimdan boshlab har bir daqiqadan zavq oldim. Futbolchi sifatida o'sib borayotganimni, ko'p narsalarni o'rganayotganimni his qilyapman. Endi oldimda yangi vazifa turibdi. Enzo Maresca va uning murabbiylar shtabida yaxshi taassurot qoldirish, jamoa tarkibiga muntazam kirib borish. Bunga erishishga qat'iy bel bog'laganman. Qo'llab-quvvatlab kelayotgan City muxlislariga minnatdorchilik bildiraman, degan o'zbek legioneri. Bundan keyin ham jamoasiga eng yuqori natijalarga erishish uchun qo'ldan kelgancha barcha ishni qilishga tayyorligini ta'kidlagan.